Assalomu alaykum go'zallarim. Dalniy Vostokdan sizlarga salom. Bugun biza qozon somsa qildik. Vosh zo'r chiqdi. Mazza qilib yedik, sizlarga ham taqdim etdik. Keling go'zallarim. Qozon somsaga nimalar ketishini, qanday pishirishini ko'rsataman sizlarga. Tayyor video ko'rib turibsizlar. Qozonni olasizlar, ichiga nazar solasizlar, yog'ni solib, mazza qilib piyoz bilan qovurasizlar. Piyozni qovurib bo'lgandan keyin avzatilni go'sht tashlaysizlar. Go'sht mazza qilib rohatijonda qovurilgandan keyin sovusini tashlaysizlar. Sovusi ham qovurilgandan keyin piyoz, zira, zarba solasizlar. Uni ham mazza qilib qovurib, saligan dimlab qo'yasizlar, ketgan suv solib, keyin ustidan guruchlar chaqirasizlar. Guruchlar opish guruch bo'lib keladi. Shuni guruchni solasizlar, yoyasizlar. Ichiga yarim bo'gimgina suv solasizlar, yoki bir-birini ziyodroq guruchlarga qaraysizlar, korotchisi. Keyin dimlab qo'yasizlar. Tup tovush chiqqandan keyin avzatini ko'tarib dimlab tish qo'yib tayyor bilan qozon somsamiz. Вкусный qozon somsalar taklif etamiz. Kelinglar, Vostokskiy somsa mazza qilasizlar go'zallarim. Like bas esdan chiqarmasin. Qozon somsaga taklif etamiz. Voy mazzaligini rohatijon.